Minecraft qayerda tugaydi? Obuna bo'lib qo'ying, biz esa bu savolga oydinlik kiritamiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Minecraftning standart dunyo chegarasi spawn nuqtasidan har tomonga taxminan 30 million blok masofada joylashgan. Boshqacha aytganda, oddiy o'yinchi uchun Minecraft xaritasi 60 millionga 60 million blok o'lchamdagi ulkan kvadratga teng. O'yinda bitta blok taxminan real hayotdagi 1 metrga teng hisoblanadi. Shundan kelib chiqsa, Minecraft dunyosining maydoni yer yuzasi maydonidan qariyb 7 baravar katta bo'ladi. Agar Minecraft kodi o'zgartirilib, dunyo chegarasidan to'siqlar olib tashlansa, o'yin crash berib ishdan chiqishidan oldin ko'rish mumkin bo'lgan maksimal koordinata taxminan 34 milliard blok atrofida bo'ladi. Bu raqamlar asosida hisoblasak, Minecraft dunyosining nazariy maksimal hajmi Quyoshdan bir necha 10 baravar katta bo'lishi mumkin. Bu degani, chip ishlatmasdan chegaragacha yetib borish uchun tinimsiz harakat qilsangiz ham taxminan 195 yil vaqt kerak bo'ladi. Shunga qaramay, ko'pchilik o'ylaganidek Minecraft dunyosi o'yinlar tarixidagi eng katta xarita emas, lekin oddiy o'yinchi uchun u baribir deyarli cheksiz bo'lib qolaveradi. Video izohida Minecraft legenda deydigan do'stingizni belgilab keting.